Birodar, iching Assalomu alaykum. toyib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Ha, brat. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'iga chiqib O'sha ket. kun bugunku. O'rmonga chiqib ket, yavloga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tiravermasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. Nima yashib qo'y? O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adirlarda hozir rosa bir ko'karib biz adirlar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotning kitobiga nazar solish kerak birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar. Bugun 22-chi 23. 3-fevral 2026. Mana bugun tuya bosgan kunida hayajon bosyapti. 23-fevral nasib bo'lsa. 3-fevral yo'q. 3-fevral 2026. Demoqchi bo'lyapsan-da sen 23. 3-fevral bugun. Mana. Bugun Shahboz do'stimning tug'ilgan kuni. Shahboz do'stimni bugun 3 dona. bu qaydan o'chadi?